maqsad har bir odamga ko'rsatish, biznes boshlash uchun katta imkoniyat kerak emas. Shu video orqali siz 1 million so'm bilan qanday real daromadli biznes, ya'ni qo'ziqorin biznesini qanday yo'lga qo'yishni bilib olasiz. Qo'ziqorin o'stirish uchun eng muhim narsa joy. Sizga keng joy kerak emas, 2-3 kvadrat metrli podval ombor yoki hatto soyali burchak ham yetarli. Joy juda quruq bo'lmasin, havo juda ko'p aylanishi ham shart emas. Eng muhimi, namlik doim 80% atrofida tursin. Qo'ziqorinlar oddiy yerda emas, maxsus aralashmada o'sadi. Buning uchun sizga 3 narsa kerak: somon, go'ng va tavas. Ularni aralashtirib, suv sepib 1-2 kun qoldirasiz. Shu massaning ichida urug', ya'ni mikeli sepiladi. Mikeli bu qo'ziqorin urug'i. Uni bozorda yoki agro do'konlarda topish mumkin. Narxi o'rtacha 20 ming so'm atrofida turadi. Biz 1 kilogramm mikeli bilan 2 kvadrat metr joyni to'ldiramiz. Ekilgandan keyin 10-15 kun sabr kerak bo'ladi. Shu vaqt ichida joyning namligini saqlang. Harorat 18-22 daraja atrofida bo'lsin. Har kuni ertalab va kechqurun ozgina suv seping. Bu qo'ziqorinning tez va sog'lom o'sishiga yordam beradi. Qo'ziqorinlar chiqishi bilan quyosh nuri ularga to'g'ridan-to'g'ri urmasin. Soyali joyda tuting, shunda rangi chiroyli va ta'mi yaxshi bo'ladi. Odatda 1 kilogramm urug'dan 7-10 kilogramm hosil olinadi. Bizning kichik joyimizda esa 10-15 kilogrammgacha qo'ziqorin chiqdi. Hozir bozor narxi o'rtacha 30 ming so'm. Har oy hosil olib foydani ko'paytirish mumkin. Har kimning hayotida birinchi qadami eng muhim hisoblanadi. Siz bugun boshlamasangiz, ertangi kun ham kech bo'lishi mumkin. Bu biz Vectron Family. Siz bilan kichik g'oyalarni katta natijaga aylantiramiz. Katta orzular kichik qadamdan boshlanadi. Kanalga obuna bo'ling. Navbatdagi biznes g'oyani o'tkazib yubormang.